Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz Oragodket Garadskoy tipdagi mashinamiz. Gabariti unchalik katta bo'lmagan elektromobil. Bitta zaryad bilan 430 km masofa bosib o'ta oladi. Sidenyalar elektrichеский. Shunaqangi katta bo'lmagan panoramniy lyuklari bor, ochiladigan tablolari angliyskiy полностью. Orqa taraflari ham yaxshigina keng. Bunaqangi juda ham tor emas. Mashina gabaritiga qarab odam kichik deb o'ylashi mumkin, lekin yetarlicha keng. Bagajlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana bagajlari ham yetarli. Bemalol yuklaringizni joylashingiz mumkin bo'ladi. Hozirda mashinamiz sotuvda tayyor. Mashinamizning probegi bor. 8300 km probegi bor. Kuzovlari toza. Yili 2024 6-oy. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kompaktni Gakayon Y yoki BYD Delfin modellari bilan bemalol solishtirsa bo'ladi. Narxlarini, xarakteristikalarni to'liq videoni quyi qismida yozib qoldiraman.